To'g'ri, $50 kuniga yomon emas topish. Lekin sen bilan qiladigan ishimiz oldida bu choy-chaqaga arzimaydi to'g'risi ukam. Gap ko'paytirmaylik, nimani o'g'irlaymiz? Qizlarning yuragini o'g'irlaymiz. Kir oynadan qarama. Sos! Ha! 11dagi Behruz moshina urib ketibdi. Voy, hozir televizorda ko'rishar ekan. Voy, ana. Irina opa, menga qaranglar. O'quvchilar yig'inglar, hammasini yig'inglar, aktivizlarga yig'inglar. Sizlarga olib bergan televizorim bor-ku, o'shani qo'yinglar, hozir o'quvchimiz televizorda ko'rishar ekan. Ana qizlarning hojatxonasiga kimdir D+C yuracha qilib qo'yibdi. Direktor siz sekretar bo'lsa kerak-da. Unaqa bo'lishi mumkin emas, men bilaman. Siz qayerdan bilasiz? Просто taxmin qildim endi, nima deysan endi? To'xta, sen qayerdan bilasan u narsani? Endi men gap yo'qda gapirdim-da ustoz. Bor darsingga, boshim qotirma. O'chirtirish kerak o'shani. Uzr o'rtoq. Ne qilyapsan? Xuddi urib qo'ygandek, nimadir qoyillatib qo'ygandek uzr so'rashinglar. Uzr so'rasang. Ha, mayli. Qaysi darsga kiramiz? Ingliz. Ingliz tili ham. Bu qiz adasi Moliya vazirligida katta bir bo'limida ishlaydi qanaqadir. Xullas katta kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Xullas pul bomba. Nima qiz so'raymanmi, otasini so'raymanmi? Gap eshittirgan oxirigacha. Bu qiz o'qishdan tashqari kutubxonada vaqtini, bor vaqtini xullas kutubxonada o'tkazadi. Короче, o'qimishli qiz. Tushunarli. Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır, dudakların bana nasıl da William Shakespeare. William Shakespeare. Romeo va Juliet'da. Ko'rinishingizdan bu kitobni 5-6 marta o'qiganga o'xshaysiz. 13 marta. Zerikmadingizmi? Nimadan? Baxtsiz hayotingizda kitobdagi baxtni o'qib zavqlanishdan. İsmingiz nima? Romeo. O'zingizchi? Julietta. Vaqtingiz bormi? Nega? Ozgina ko'chani aylanardik. Kutubxona va shu zerikarlikda. Men uchun zerikarli emas. Xatga boramiz. Men hali boraman demadim. Bormayman ham demadingiz. Ismingiz nima? Sevinch. O'zingiznikichi? Aytdim Romeo deb. Voy. Menga har kun sizga o'xshagan qancha yigit shunaqa taklif berishini bilasizmi? Sizning farqingiz bor ulardan.